Yo'l qurilish ishlarida foydalanadigan bitum asfaltobeton aralashmasining asosiy bog'lovchi materiali hisoblanadi. U neftni qayta ishlash natijasida olinadigan qora rangli, yopishqoq, suv o'tkazmaydigan material bo'lib, yo'l qoplamasining mustahkamligi, chidamligi va uzoq muddat xizmat qilishini ta'minlaydi. Hozir biz GOST-Tomir 505 talablari asosida qovushroq bitumning cho'ziluvchanligini aniqlash sinovini o'tkazamiz. GOST-Tomir 505 ning 2-1 bandi bo'yicha sinovni bajarmasdan oldin biz bitumni suvsizlantiramiz. Bitumni qoliplarga quymasdan oldin biz talk va glitserin aralashmasi yordamida qoliplarni surib olamiz. Bunda biz bitumni qizdirib, yaxshilab shishali tayoqcha yordamida aralashtirib turamiz. Aralashtirish jarayonida harorat 160 gradusdan oshib ketmasligi kerak. Suvsizlantirib bo'lingandan keyin metal elak yordamida o'tkazamiz. Havo pufaklari to'liq yo'q bo'lib ketgunga qadar aralashtiramiz. Bitumni qolipga quyishda o'z qonun qoidasi bor. Bunda biz bir tomondan ikkinchi tomonga qarab quyamiz. Qovushqoq bitumimizni qoliplarga quyib bo'lganimizdan so'ng 30-40 daqiqa xona haroratida ushlab turamiz. Qolipimiz 30-40 daqiqa xona haroratida turgandan so'ng uni qizdirilgan pichoq yordamida ortiqcha qismi olib tashlanadi. Endi biz qoliplarimizni 25 +- 05 gradusli suvga 1 soat davomida solamiz. Suvning hajmi kamida 10 detsimetr kub bo'lishi kerak. Namunamiz 1 soat turgandan so'ng uni metal plankadan yechib olamiz va yon chekkalarini olib tashlaymiz. Undan so'ng turktilometr uskunasiga o'rnatamiz. Namunalarimizning cho'ziluvchanligini aniqlab, natijasini blankaga yozib, uni tahlil bo'limiga topshiramiz.